Assalomu alaykum. Hyundai Avanti MD avtomobilimiz 2014-yil 124 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i benzin, 1.6 объем. Narxi 6 million 300 ming won. Dollarga $4,300 to'g'ri keladi. Avanti MD. Salon holatlari mana pokiza, rучной sidina. Rullari sida, eco rejimlari mavjud. Oldi sidinalar isitadi. Mashinamiz start stop, monitor mavjud, black box'i bor, IPS yo'q ekan akalar. Sidinasi mana pokiza holatda. Kimga kerak bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar. Avanti minadiganlarga shu video uchun tashakkur qilamiz. Avanti MD 1.6 объем. Orqa sidinasi maycha torroq ekan. Eplab ko'rsatishga harakat qilaman. Orqa sidinasi ham mana pokiza holatda. Tor ekan mayli akalar. Kimga kerak bo'lsa, linkini tashlab beraman, ko'raverasizlar bemalol. Ideal holatdagi Avantilar. Ekonomичный mashina, bilasizlar. Balonlari ham normalniy holatda.